to'g'ridan to'g'ri efirimizda fursatdan foydalanib har xil sohadan mutaxassis taklif qilganmiz. Bugun juda ham ko'p aksariyat muxlislarimizni ko'pchiligini fikrlarini inobatga olgan holatda juda ham ko'p aylanayotgan mavzulardan biri aynan melanoma haqida. Melanoma nima va undan qanday saqlanish lozim? Mana shu haqida bugun biz mutaxassis taklif qilganmiz va studiyamizga dermatovenerolog Davron Jamolovni taklif etsak-da, ular bilan bir suhbatlashsak. Ma'murjon, mana shu so'zni aytib ko'ring-chi. Dermatovenerolog. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Yo, Azimat aka, bemalol. Mana keling. Davron aka bilan yonma-yon o'tirib olaylik bemalol. Assalomu alaykum. Yana bir bor xush kelibsiz. Davron aka, umringiz uzoq bo'lsin. O'zi oldin men dermatologlar boshqa deb o'ylardim. Hozir ikkitasi bitta qilib aytilganda Bizim mutaxassisligimiz o'zi dermatovenerologiya deyiladi. ana dermatovenerologlar. Endi nima Dermatovenerolog deya olmayapsizmi shu Yo'qda, dermatovenerolog. Hop. ishtikachi sifasini oshirish maqsadida deb o'ylayman bu narsani. Endi bu rivojlanishi ta'siri o'zi aslida dermatovenerologiya ham juda katta soha hisoblanadi. Ko'rasizmi, Faqat yuqumli, terining o'zi emasda, ichida yuqumli kasalliklar bor. Ichida masalan xavfli kasalliklarimiz bor. Ha. Og'ir holatga olib keladigan kasalliklarimiz bor. O'shaning uchun mutaxassislar yaxshiroq shug'ullanishi uchun dermatologiya, venerologiya, mikologiya, trixologiya, podologiya qilib hozir bo'lib tashaldi. Mutaxassislar sekin-sekin bo'linib, ma'lum bir qisqa sohalar bilan shug'ullansa, natija yaxshiroq bo'ladi degan xulosaga kelingan. Va o'sha Har holda ilmi bor, har holda bu narsani biladi. ha, bitta soha bilan yaxshiroq shug'ullangani natija yaxshiroq. 3,5 mingta kasallik bilan shug'ullangandan 500 ta kasallik bilan shug'ullanish bo'limiga osonroq hisoblanadi. Uni qolaversa haligi va kerakli muolajani. fokus ham haligi fokus bitta nimada bo'ladi-da. Kerakli muolajani bera olgan yaxshiroq. Bera olgan yaxshi. Davron aka, nega aynan melanoma eng xavfli teri saratoni deb aytiladi? Melanomani o'zi xavfli rak kasalliklarining ichida qirolicha ham deb atashadi. Qora qirolicha deb ham ataladi. Sababi bu oddiy dog' kichkinagina bir ignani uchidagi nuqta ko'rinishida butun umr turib birdaniga rivojlanib 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda bemor olib ketib qolishi mumkin. U aktivlanmagandan keyin endi hozir oxirgi yillarda rivojlanish kuchli bo'lgani uchun o'sha bemorda saqlab qolish nimasi natijasi yaxshiroq bo'lyapti-yu, lekin oldindan o'sha ota-bobolarimiz davrida bitta gap bo'lgan-ku, hol bo'lsa tegmagin deyilgan-ku. Mana shunaqa tushuncha bo'lgan. Hol o'sha butun umr turib qanaqadir masalan quyosh ta'sirida yoki masalan travma yoki qattiq stress ta'sirida birdaniga xavfli melanomaga aylanib, agressiv melanomaga aylanib tarqab ketish xususiyati bor. O'pkaga, miyaga tarqab ketish xususiyati bor. 6 oydan 2 yilgacha bemor olib ketib qolish ehtimolligi bor. Oldin endi davolash imkoni bo'lmagan bu kasallik. Hozir endi davolasa bo'lyapti. O'shaning uchun shunaqa deyilgan. Hol ko'rinishda bo'ladimi, shundaymi? O'zi bu hol. Melanoma degani bu o'zi aslida teriga rang berib turadigan hujayralar bor. Ya'ni ilmiy nomi melanotsit deyiladi. O'sha hujayralarni atipizatsiyasi, ya'ni hujayralarning ko'rinishini o'zgarishini oqibatida bo'linib ko'payib, terining ostiga kirib, qon tomirlar orqali boshqa organlarga metastaz beradi. Teri tashqarisidami, ichkarisida bo'ladi, to'g'rimi? Terining tashqarisidagi ko'rinishi ham bor, ichkarisidagi ko'rinishi ham bor. Bu haligi terining tashqarisidagi hol, ichkarisidagi hol degan kriteriya yo'q. Endi oldindan bizga masalan oddiy odam uchun biz pattern deymiz, oddiy odam uchun life hack deyishyapti-ku hozir. Life hack bersa bo'ladi, qaysi ma'noda bemorda holini ko'rinishini kuzatsa bo'ladi o'zi bemor. Ya'ni o'sha holni shakliga qarab, holni rangiga qarab, holni shakli noodatiy shakl bo'ladigan bo'lsa, tez kattalashsa, 6 mm dan katta hol bo'ladigan bo'lsa, rangi to'qroq bo'ladigan bo'lsa, bu holatda bemor holini borib dermatologga, onkodermatologga ko'rsatishiga sabab bo'ladi. Birinchi navbatda. Mana televizorda hattoki kadrlarni ham berib borilyapti. Aynan shu to'g'risida ko'rsatib borilyapti. Masalan, atipizatsiya degan narsa bor-da. Atipizatsiya degani o'sha shaklini o'zgarib ko'rinishi, asimetriya deyiladi, shaklini o'zgarishi. Endi tez orada, masalan, butun umr turgan hol tez orada o'zgarishni boshlashi ham bu xavotirga tushishga sabab bo'ladi va dermatologga borishga Odamlar ko'pincha ko'proq qaysi belgilarni be'tiborsiz qoldirishadi? E'tiborsiz qoldirishadi. Mana quyoshda zagar oldi, travma bo'ldi hol.
yoki qattiq stress bo'ldi, holni shakli o'zgarib, o'sha joyda qichish paydo bo'ldi yoki og'riq paydo bo'ldi. Be'tibor qoldirishadi. Keyin yana shunaqa melanomalar borki, kichkinagina nuqta bo'lib, tashqariga o'smaydi, ichkariga o'sib boraveradi. Hech qanaqa belgi ham bermaydi. O'shaning uchun o'zi nima qilingan? Xavf guruhi deyiladi, xavf guruhi yaratilgan. Ya'ni qaysi bemorlar yilda bir marta onkodermatolog yoki dermatologga borib, dermatoskopik tekshiruvdan o'tishi kerak degan kriteriyalar bor. Bular oq tanlilar, ya'ni skandinavskiy tip ko'zi deymiz, oppoq, oq sariq, ko'zi ko'k bemorlar borki, holi ko'p bemorlar. Holida travma bo'lganlar, avlodida melanoma yoki xavfli rak kasalliklari bilan kasallanib vafot etgan bemorlari bo'lgan insonlar doimiy ravishda 1 yilda bir marta, 2 yilda bir marta o'zini hollarini ko'rsatib turish kerak. Chunki har qanaqa hol melanomaga aylanishi mumkin. Har qanaqa melanotsitar hol deymiz. Rang beruvchi hujayradan kelib chiqqan hol ega bo'lgan inson borib dermatoskopik tekshiruvdan o'tishi kerak. Ya'ni oxirgi yillarda bizda yutuq nimada bo'ldi? Melanomada dermatoskopik tekshiruvni o'ylab topilgani. Biopsiya qilish ham, travma qilish ham mumkin emasda qoldi. Sizlar tekshiruvga olish uchun biopsiya qilib olasizda, любой materialni olib tekshirsa bo'ladi. 3 kun, 5 kun, 10 kun ichida. Lekin travma bo'lgandan keyin 30 sekund yetadi. 30 sekundda o'sha qonga o'tib bo'ladi, o'sha metastazga ehtimollik borda. O'shaning uchun u narsani melanomani biopsiya qilish ham ruxsati yo'qda. Melanomaga podozreniya bo'lsa, hozir teri ustida o'tkaziladigan mikroskopik usul bor. Dermatoskopiya deyiladi. Hozir Xudoga shukr, O'zbekistonda bu narsa rivojlanib qoldi. Dermatoskop hozir deyarli hamma dermatologlarda bor. Dermatoskop hatto hech bo'lmasa oddiy turi bo'lsa ham bor. Tekshirib, melanomaga xavf bormi yoki yo'qmi shu holda 80% gacha aniqlasa bo'ladi. Bu bizning ishimizni osonlashtiradi. Qanaqa operatsiya usulini tanlash, bu haqiqatda melanomami yoki biopsiya qilsa bo'ladimi? Shu savollarga javob beradi. Shuni oqibatida biz aniqlab turib, uni erta aniqlansa 90% holatda bemor saqlab qolsa bo'ladi. Salomat bo'ling. Davron aka, so'zingiz boshida yuqumli ham degan so'zni aytib o'tdingiz. Kasalliklar, ya'ni mana shu holatlar ham bo'ladi. Bu ham yuqumli bo'lishi mumkinmi? Yo'q, melanoma yuqumli emas. Avloddan avlodga o'tish ehtimolligi bor, baribir gen orqali saqlanib qoladi-da. Deylik, otada bo'lgan bo'lsa yoki o'g'lida yoki farzandlar, nevaralarida uchrab qolish ehtimolligi yo'q emas. Ayniqsa holi ko'p insonlar bu narsadan endi bitta holdan melanoma kelib chiqishidan ko'ra 100 ta holdan melanoma kelib chiqishi ehtimolligi yuqoriroq. O'shani hisobini olib, meditsina holi ko'p insonlar doimiy tekshiruvda bo'lib turishi kerak deyiladi. Endi mana bu yog'i yoz kelyapti. Men bitta narsa tavsiya qilgan bo'lardim, shu nimadan foydalanib, fursatdan foydalanib, doimiy ravishda SPFlardan foydalanib yurish kerak. Bizda O'rta Osiyoda melanoma kamroq uchraydi, mana Skandinaviya davlatlariga nisbatan. Lekin bu degani bizda uchramaydigan emas. Oxirgi yillarda melanoma yosharyapti. Melanoma joy tanlamay qo'ydi. Mana shunaqa joylar bor. Chunki nimaga? Quyosh yildan yilga agressivlashib boryapti. Quyoshda agressiv nurlarini himoya qilish uchun doimiy ravishda quyoshdan himoya qiladigan professional aptekada sotiladigan professional kremlar bor. Maxsus vositalar bor, losyonlar bor. Qulay foyda, даже bolalar uchun ham chiqarilgan maxsus. Solyaridan ehtiyot bo'lishni tavsiya qilgan bo'lardim. Solyaridan? Ko'p solyar. Chunki solyari bu quyoshda eng yaqin yoningizda joylashgan variantida, bunday olganda. Sodda qilib tushuntirdim. Ya'ni saunalarga masalan tavsiya qilmaysiz, to'g'rimi? Saunada hollarda qattiq ishqalab travma qilishni tavsiya qilmayman. Tushunarli. Quyoshda sun'iy zagar olishadi, sun'iy zagar deyiladi, sun'iy zagar olishadi. Sun'iy zagar ham tavsiya qilinmaydi. Papillomalar unga qarashli joyi yo'q, bu boshqa holat. Yo'q, endi papilloma o'zi butunlay bu virusli kasallik, butunlay boshqa narsa, lekin diagnostika qilinayotganda melanomani juda kamdan kam uchraydigan oq turi bor. Endi oq turi bor. Masalan, o'zi asli u qora rangda bo'ladi, jigar rangi, terining rangi bor. Qizilish rangda ham hozir mana rangda ham bor. Ekranda ko'rdik. Demak, oq rangi ham bor. Oq rangi ham bor. Juda kamdan kam uchraydi-yu, beli melanoma deymiz, oq melanoma bo'ladi. Bu o'sha oppoq tanali bemorlarda uchraydi. Shu bilan diagnostika qilinadi baribir. Diagnostika deymiz, bu differensiatsiya qilish uchun o'sha dermatoskopda tekshirib, bu holmi yoki papillomami? Shuni aniqlang. O'shaning uchun tavsiya qilinmaydi. Papillomani o'zing kuydirmagin. Holingni o'zing kuydirmagin. Aptekadan bu narsalarni olib kislotani orttirma. Boshiga balo orttirganlar ko'p uchrayapti oxirgi yillarda. Tushunarli. Davron aka, professional odam haqiqatan mana shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Gulruh, nimadir demoqchisiz, a?
Albatta, juda ko'p mutaxassislarimiz kelishadi, juda ko'p kasalliklar borasida suhbatlashamiz va juda ko'p mutaxassislar aytishadiki, ko'p narsaga davo bu toza suv. Ayniqsa u filtrlangan bo'lsa, tanaga